Xo'p. Akalar nima bo'yicha muammo yo'g'i, raqobatchilik tahlili bo'yicha hammasi tushunarli, to'g'rimi? Да, tushunadi aka. Zo'r. Zo'r. Endi akalar qarang, Kastef degan narsa bor. Kastef bu nimasi? Kastef bu auditoriyani nima orqali xohlash narsalari borligini o'rganish, muammolar. Bu nimaga yordam beradi? Bizada aniq qilishga. Nima edi? Kontent uchishiga, boshqasiga ham yordam beradi. Kontent qanchalik zo'r bo'lsa, demak bu nimadan iborat? Bu auditoriyaning yaxshi o'rganilgandan, bor oro ko'tarilgandan, bor narsa hisob chiqilgandan. Ya'ni mana tanish holatlar deymiz-ku, auditoriyani. Tanish holatlari nimadan kelib chiqadi? Tanish holatlari ular muammolaridan, ular atrofidagi muammosi, og'riq xohishlardan kelib chiqadi. Motivlaridan. Motivlardan kelib chiqadi bu narsa. Hali motivlar bo'yicha ham tafsilot beraman. Bitta motivni o'zidan, misol uchun 10-15 xil kontent chiqarsa bo'ladi. Misol uchun, motiv bor, ozish, to'g'rimi? Buni ham ayollarga, ham erkaklarga qilsangiz bo'ladi. Qaysi auditoriyani yig'ishingizga bog'liq. Misol uchun, ayollarga qiladigan bo'lsangiz, qanaqa qilib men semizlikdan qutulishim mumkin yoki qanaqa qilib men erimga yoqadigan ozg'in, misol uchun 50 kilo yoki 40 kilo bo'lishim mumkin. Tushuntiryaptimi? Bitta motiv o'zini juda ko'p narsalarga tanish holatlarga ulab bersangiz bo'ladi. Ya'ni motiv nima desak, buni og'riq xohish narsalar. O'shaning uchun biz avval og'riq xohishlarni topib olaylik, shunga qarab o'z tanish holatlar kelib chiqaveradi. Tushuntiryaptimi? Endi biz mana shu narsani o'rganib turib, kontentlarda mana shu narsalarni kontentni shularga yo'naltiradigan bo'lsak, kontentimiz ancha sifatli chiqadi. Kerakli auditoriya keladi bizga. Endi bu tartib qanaqa bo'ladi? Ya'ni qanaqa ketma-ketlikda bo'ladi desa, misol uchun bizga mijoz bo'lishi mumkin bo'lgan auditoriya bor, to'g'rimi? Odamlar bor. Misol uchun biz auditoriya nimaga yig'amiz desa, auditoriya yiqqandan keyin ertaga ularga sotishimiz kerak produktni. Shunchaki ular klientlar shunchaki pul to'lab bu qilavermaydi-ku, investitsiya sifatida ko'radi, to'g'rimi? Demak, siz unga yig'ib berayotgan auditoriya ertaga unga mijoz bo'lishi kerak kelajakda. O'shaning uchun to'g'ri auditoriya yig'ish kerak, bu birinchisi. Ikkinchisi, o'sha auditoriya bilan gaplashish kerak. Ya'ni bizga mijoz bo'lishi mumkin bo'lgan auditoriyani olamiz. Auditoriyani olamizda, ular bilan 10-15 tasini yig'amiz. Ikkinchi etapda ularga savollar beramiz. Savollar berib, ular tipi ana aka, Amirxon aka, mana siz bilan gaplashamiz, aka intervyu qilib yoki birga-bir ko'rishib, yuzma-yuz. Sizga xos savollar beraman, javob berasiz deb, misol uchun ularga tushuntirish kerak oldindan. Hamda tartib mana shunaqa bo'ladi, shunaqa savollar beraman sizga deb. Nega misol uchun berishingizni ham aytasiz. Ya'ni siz o'rganish uchun, boshqa qilish uchun. Bunaqa joyda mana misol uchun Ulug'bekiga o'xshagan qilgan narsamizda, to'g'ri. Ulug'bekiga o'xshagan narsa. Ha, xuddi shunaqa. Faqat Ulug'bek akani o'zi bilan qilamiz biz. Chunki ular o'zlari auditoriyasini yaxshi biladilar, to'g'rimi? Shunga birinchidan shunaqa, bizdan ko'ra yaxshi bo'ladi. Ikkinchidan bizda vaqt kamida. Auditoriyani o'zi bilan qilsak yaxshi o'zi. Bizga mijoz bo'lishi mumkin bo'lgan. Misol uchun Amirxon aka, menga mijoz bo'lishga ehtimoli yuqori odam. Content marketing bo'yicha o'quvchim bo'lishga. To'g'rimi? Men Amirxon aka bilan gaplashamanda, sizga savollar beraman. Amirxon aka, nimaga aynan menda o'qimoqchisiz? Nimaga aynan menda o'qiysiz aka? Nimaga aynan meni kursimni olasiz? Deyman. Yoki bo'lmasa undan oldin mendan savol berar ekanman. Birinchisi. Bu endi o'zimga aniq qilishdi. Nimaga aynan bizdan sotib olish, mendan sotib olishingizga kerak bo'lgan narsa. Birinchisi bitta nima desa, nimaga sizga bu kontentni o'rganish kerak? Nima qilmoqchisiz buni o'rganib? Nimaga kerak sizga bu? Mana shu joyda siz o'zingiz og'riqlaringizni, xohishlaringizni, motivlaringizni ochib berasiz, gapirasiz. Endi bu yerda to'g'ridan-to'g'ri gapirmaysiz siz. Shuning uchun siz bilan men tipi yaqin bo'lishim kerak. Zo'r gaplashishim kerak, kulib gaplashishim kerak. Siz qanaqa emotsiyada bo'lsangiz, xuddi shunaqa emotsiyani berishim kerak. Sizni tempingizga tusha olishim kerak. Tushuntiryaptimi? Sizga gapingizni tasdiqlab, ha, aka to'g'ri aytasiz, aniq qilish kerak, aniq qilish kerak. Keyingi narsa aytaman. Amirxon aka, nimaga aynan shu content marketing bo'yicha kurs o'qimoqchisiz? Mana misol uchun, yoki $1000 topmoqchi ekansiz, mana qanday tajribaga bo'lmoqchi ekansiz. Nimaga mendan olyapsiz aka? Nima, mendan sabab bormi aka, mendan olib o'rganishga? Bu yerda meni unikal tarafimni topib berasiz ekansiz. Keyin aytaman. Aka, mana misol uchun menda o'qimoqchisiz, boshqamoqchisiz. Yana bir savol bu unikal tarafini topish uchun. Aka, nima uchun mendan olyapsiz? Men qanaqadir unikalni yoki qanaqadir noodatiy tarafini ko'rdingizmi deyman.
aytasiz. Ha, aka siz anaqa kulib gaplashasiz, bunaqa qilasiz, bunaqa qilasiz. Aka siz anaqa joningizni kuydirib ish qilasiz, joningizni berasiz, ana har bitta o'quvchingizga deysiz. Misol uchun. De? Keyin u narsani men o'zimga yig'ib olaman. И aytaman, что da to'g'ri deyman-da, 10 ta odam xuddi shunaqa javob bersa, bo'ldi, u narsani olaman-da, keyin men olib chiqish shaxsiyatim shunaqa sifatda to'g'ri olib chiqib berishni boshlayman. Bu nimaga olib keladi desa, bu kontentni bunaqa tarzda olib chiqqandan keyin odamlar ko'proq menga fanat bo'ladi. Boshqa, ya'ni 100 mingta odam sizga o'xshab menga fanat bo'ladimi? Sizga o'xshab muammosi bor, mendan sotib olish ehtimol konversiyasi yuqori bo'ladi kelajakda. Endi oxirida keyin kontentim uchun men sizdan ideya olaman. Chunki siz ichingizga bor narsani aytasiz. Aytaman, Amirxon aka deyman. Men foydali blog qilmoqchiman aka, shu content marketing bo'yicha, shaxsiy brend bo'yicha. Aka, men nima narsa qilsam, soham bo'yicha, nima video qilsam, nima mavzuni ko'tarsam siz uchun foydali bo'lgan bo'ladi. Siz o'shani oxirigacha ko'rgan bo'lasiz. Qiziq deyman. Keyin palon mavzular deb aytasiz. Qiz ichiga yana kiraman. Aka, nimaga aynan bu mavzu deyman. Misol uchun, aka sotuv, men qimmatchilikka sotmoqchiman deyman. Nimaga aka qimmatchilikka sotish kerak sizga yoki hozir sotmayapsizmi deyman. Yo'q deysiz. Nimaga desam, mana qanaqa muammoim bor, mana bunaqa bo'lyapti deysiz. Aka, nima deb o'ylaysiz mana shu muammo bo'lishiga? Nima sabab deyman. Chuqurlashaman, ya'ni o'zingizni gapirtiraman. Men gapirib yechim berib ketmayman. Chunki sizni gapirtirib, sizni ichingizdan olishim kerak. Meni palon qilib qo'yaman-da deydi. Ha, deyman, zo'r. Bitta pitchga qolamanki. Men bu narsani olib chiqish kerak, men bu gapni olib chiqish kerak, men bu videoni olib chiqish kerak, men mavzuni olib chiqish kerak deyman. Keyin sizdan tashqari yana 9 ta Amirxon, Jahongirlar bilan gaplashaman. Ularda ham agar bir xil mana shunaqa muammolar qaytarilsa, u 10 tadan yig'aman-da keyin. 10 tani ichida qaysi muammo, qaysi og'riqlar bir xil bo'ldi. Nimaga bu narsani bir xillikni qidiraman? Чтобы 10 ta odamda bir xil bo'ldi, demak 100 ta odamda ham bir xil bo'lish ehtimoli yuqori u muammolar. Chem ana 10 tadan bittasida bo'lgan muammoni olib chiqqandan ko'ra 10 tadan 10 tasida bir xil muammo bo'lganini olib chiqsam yaxshiroq. Tushuntira oldimmi? Чтобы u massaga ham to'g'ri keladi. Chunki meni uslubim, ya'ni men kontentdan, qotgan kontentdan faqatgina Amirxon akada ishlamasa, bu hammada ishlamaydigan emas. Lekin bu Amirxon aka, Jahongir aka, Alisher aka, Diyorbek aka, qolgan yana 10 kishi ishlamasa, demak menda qayerdadir muammo bor meni produktimda. Shuning uchun. Ya'ni mana shu narsa uchun. Endi akalar, mana shu joyda sizlar kastef qildinglarmi kimdirni обязательно rag'batlantirib qo'yinglar. Nimaga? Chunki odam ertaga sizlarga odam masalan 6 oy, 1 yil, 2 yildan keyin yana gaplashishinglar bor. Chunki u sizlarga sodiq mijoz bo'ladi, sodiq auditoriya bo'ladi. Chunki doimiy trendlar o'zgarib turadi, doimiy muammolar o'zgarib turadi. Bu qaysidir muammo bitsa o'rniga yangisi chiqadi. Qaysidir xohish bitsa o'rniga yangisi chiqadi. To'g'rimi? Ularni yana o'rganishingiz kerak. И ana просто так o'zingizlarga loyal qolasizlar odammi? O'shaning uchun savolingiz bo'lsa berasiz aka. O'shaning uchun javoblarni yozib olish kerak hamma anaqada. Javoblarni yozib olasiz, bitta joyga yig'asiz, keyin analiz qilib chiqasiz. Tushuntira oldimmi? Keyin kontent uchun anaqalarni alohida yozib ketaverasiz. Ideal, boy aytgan. Endi vazifa nima? Bu bo'yicha, misol uchun hozir sizlar qilolmaysizlar, atak o'zi vazifa. Misol bunaqa qilasizlar, kamida bir 10 kishini yig'asizlar, offline yoki onlayn. Offline qilsanglar ham yaxshi. Yig'asizlar-da, misol uchun yo'nalish bo'yicha, misol uchun kim stomatologiyani olsa, Amirxonaga bo'ldi, stomatologiya bo'yicha 10 ta stomatologga borish mumkin bo'lgan odamni yig'asiz. Ya'ni tishi bilan muammosi bor bo'lgan. Ular bilan gaplashasiz. Aka, sizga nima kerak implant qilish yoki nima kerak tishni oqartirish, mana nima kerak gaplashasiz. Yoki tish og'riganda nima kerak aka sizga? Deb misol uchun bormi yo'llar bor. Nimaga borasiz, nimaga bormaysiz, nimaga aynan mana shu anaqadan sotib olardingiz, sotib olasiz. Shunda boyaga aytgan narsalar men konkret mijozlarda qo'llaysizlar, yo'nalishda. Keyin u odamlarning muammo xohishlaridan kelib chiqib turib, kamida bir 20 ta 30 ta kontent yozasizlar. Uning ichidan eng zo'rlarini saralab olasizlar. Mana shunaqa uni keyin rubrika formatlarga solib ishlatib yurasizlar, sheplar. Tushuntira oldimmi akalar? Savollar bo'lsa bersanglar bo'ladi. Tushundim.
Xo'p, savollar yo'qmi? Yo'q, savollar menda yo'q. Zo'r, savollar yo'q, biz tugatamiz akalar. Xo'p,